Assalomu alaykum, hurmatli Yandex.go ajirtiq saparkini haydovchilari. Ajirtiq saparkida ajoyib yangilik. Endilikda Telegram botimizni yangiladik. Bu Telegram bot orqali siz Pazinodagi balansingizni 20% cashback bilan to'ldirishingiz mumkin va mablag'laringiz to'planib qolsa, xohlagan kartangizga xohlagan vaqtingizda 24/7 mobaynida yechib olishingiz mumkin. Buning uchun ajr pul chiziqcha botini topib olamiz va start tugmasini bosamiz. O'zbek tilini tanlab olamiz va Yandexga ulangan telefon raqamimizni kiritamiz. Telegram nomer, Telegram raqam, karta raqam bitta nomerda bo'lishi shart emas. SMS kod keladi, uni kiritamiz. Va bot avtomatik tarzda sizning Yandex akkauntingizni topadi. Endilikda kartalarim bo'limiga o'tamiz. Qo'shish tugmasini bosamiz. Karta raqamini qo'shamiz endi. Xo'p, amal qilish muddatini yozamiz. Kartaga ulangan telefon raqamga SMS kod keladi. Shu kodni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, karta muvaffaqiyatli qo'shildi. Ortga tugmasini bosamiz. Pul chiqarish va to'ldirish. Xo'p, birinchi hisobni to'ldirishni o'rganamiz. Juda ham oson. Yozib qo'ygan 20% cashback bilan. Masalan, aytaylik 10,000 so'm. Yana SMS kod keladi. Shu SMS kodni yozamiz. Avtomatik balansga 12,000 bo'lib tushadi. Pul yechishda ham shunga o'xshash oson. Hisobdan yechish. Qancha yechmoqchi bo'lgan summangizni yozasiz. Masalan, aytaylik 500,000. Avtomatik tarzda o'sha kartaga tushadi pul. SMS koddan boshqa narsa ham kelmaydi, avtomatik tarzda o'tib tushadi. Ajr mijozlarni ham, haydovchilarni ham o'ylaydi.